Yoqarmikin Dinichkamga 2 kun o'ziyam uxlamasdan qilgan mehnatim yoqadimi, yoqmaydi? Bu she'rlarim o'zini oqlasa bo'ldi. Jonicham, hamma ishlarni qilib oldim. Endi sizga konsert qo'yib beraman. Xo'p, Dinichka. Joni, nimani berkitdingiz? Yo'q, hech narsa emas. Korxonamning hisob-kitoblarini yozib chizib o'tiribman-da. Biz bundaqa kelishmaganmiz. Bizning o'rtamizda yolg'on bo'lishi mumkin emas. Bering, chiqaring. Tez. Ha, nima? Mani orqangdan nimadir ish qilyapti deb o'ylayapsan-da. Ha, ol ko'r. Voy, nima bu? Dina Joni? Olib keling bu yoqqa. Men 2 kun uxlamasdan qilgan mehnatim ustidan kulyapsiz. Siz hali menga she'r yozdingizmi, Joni? Albatta. Bu meni o'zimni shaxsiy kolleksiyamdagi she'rlardan bittasi. O'qib beraman. Seni sevdim men Dina, ko'zlari ohu, yuragimni o'g'irlagan ko'zlari yog'du, Joni Mavloni. Spitsallasan uchun? Joni, shu paytgacha menga hech kim bundaqa she'r yozmagan, hech kim bundaqa romantika qilmagan, Joni. Mani ota-onam bo'lmasa ham shunaqa intelligentni, jentelmen bo'lib katta bo'lganman. Dina, seni bir narsa deb chaqirsam qarshi bo'lmaysanmi? Nima ekan? Persik, shaftoli degani. Nimagadir seni ko'rsam, suvli persikoviy sok ichgim keladi. Persik, shaftoli yegim keladi. Bilmayman nimaga ekini. O'zim ham hayronman. Uyatsiz ey. Nima qildimmi? Bo'pti, men hozir kelaman.